Sizlar bilan Dilis Qosimov bo'ladi. Bu safargi videomda sizlarga Dilis haqida kerakli ma'lumotlarni aytaman. Qani ketdik. Birinchi bo'lib akkauntim ko'rsatay. Mana meni akkauntim. Hozir yangi akkaunt ochdimda, u akkauntim kuyib qoldi. Mana shu meni akkauntim. Mana Rodrigo bor, Ronaldo, Messilar qayta topdi, Alisson full qildim. Nargi akkauntimda Husanov bor, o'zi buni Elor Shomurodov bor. Hozir endi yana videoga qaytamiz. Birinchi bo'lib do'stlar, nastroykaga kiramiz. Agar sizlarga ham bitta maslahat berib o'taman. Ne qilasizlar? Endi ham bitta alohida men sizlarga Google'dan aytaman. Do'stlar, mana shu Google'ga ulanib qo'ymasangiz akkauntingiz, agar akkauntingiz kuyib qolsa, mana shu Google'ni bosib yana kirishingiz mumkin. Agar buni bosmasangiz bo'ldi, akkauntingizga kuygan bo'lasizlar. Shuning uchun men ham avval qo'ymaganman, Google'ga qo'ymaganman. Shuning uchun akkauntim ham o'chgan. Hozir endi yana videoga qaytsak, mana bu yerda grafik, mana shunaqa grafika degan joy bor. Kimlardan bunday turibdi, kimlardan bunday turibdi. Men sizlarga zo'r variantda mana shuni qilasizlar. Mana shuni qo'ysalar, dilisi umuman qotmaydi. Keyin grafikasi ham zo'r, mo'shi, anaqa nima desam bo'ladi, raykisi past bo'lsa ham ko'rinib turadi-da. Keyingi videolar yana hozircha ozgina videom bo'lib qoldi. Kechirasizlar bu safar. Hozir sizlarga yana nima desam bo'ladi. Keyingi safar Dilisida yana ko'p ma'lumotlar aytaman. Sizlar bilan Dilis Qosimov bo'ldi. Haytgancha do'stlar, kanalimizga hatto 100 ta obunachi bo'lsangiz zo'r bo'lardi. Men shuni intiqlik bilan kutyapman. Bizga yana 75 da emas. 80 ta obuna, 75 ta obunachi 75 ta yana obuna bo'lsalaringiz, men yana zo'r video chiqaraman. Safargi videom sal yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Avvalgi videolarni men o'ynab borayotgan edim. Qani xayr sizlar bilan. Sizlar bilan Dilis Qosimov bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lasizlar.